mehroblarda janjal, masjidlarda to'polon. Shuncha g'am tashvish, ummat halokatga yetyapti. Biz hali ham nafs tahorat haqida bahslashyapmiz. Bir-birimizni usan deb yotibmiz. Alloh azza va jalla oldiga borganda nima deymiz? Sen jahannamga eding desa nima deymiz? Sen jannatga qilmaganman, jahannamga eding desa nima deymiz? Qo'limizda vasiqa yo'q-ku birortamiz jannatiysan degan. Rasululloh o'lib ketdilar-ku jannatiy degan bashoratni beradigan. Bizni qo'limizda biror bir hujjat yo'q hali jannatga kirding degan. Lekin nimaga biz hali ham Allohga beodobmiz? Nimaga Allohga hali ham odob saqlamayapmiz? Nimaga biz ilmimizga amal qilmayapmiz? O'lib ketyapti hamma. Ertaga Allohning oldiga borganda, "Men seni birorta amalingni qabul qilmaganman" desa nima qilamiz? Biz uni jahannamiy degan odamimiz jannatga ketib qolsa nima qilamiz? Qanchalik hokisor bo'lsa, keyin Alloh azza va jalla darajani ko'taradi, ungacha ko'tarmaydi. Ungacha hasadgina adovatda o'lib ketamiz. Ungacha hasad o'lib ketamiz. Ilm, aqllar bir-biriga hasad qilyapti. Alloh saqlasin, qiyomatda nima deb javob beramiz? Bu din bizni otamizdan qolgan emas, Allohning dini bu. Qanchasi ilmga xizmat qilganmiz, Alloh uni oliy qilgan. Alloh dinni oliy qila olmagan birortasi. Birortamiz oliy qila olmaymiz. Lekin Alloh uni oliy qiladi agar u Alloh uchun ilm o'rgansa, Alloh uchun ilm tarqatsa, mol dunyoni ko'zlasa, to'yni ko'zlasa, ehsonni ko'zlasa, ishlab turay faqatgina to'yga borishim kerak desa, Alloh uni xor qiladi. Agar bu dindan, masjiddan, ilmdan, Qur'ondan, Allohning yo'lida emas, balki nafsimiz yo'lida foydalansak, Alloh bizni xor qiladi qiyomat kunida. Lekin biz qancha xato qilyapmiz? Bu dinni qanday qilib oyoq osti qilib olyapmiz? Bu dindan o'zimiz nafsimiz yo'lida qanchalik foydalanyapmiz? Ertaga Allohning oldiga borishni o'ylashimiz kerak-ku. Oyatlarimiz ozgina dunyo uchun sotib olmang deyapti. Pul bersangiz hatto Qur'on qilib beraman deydi. Allohning oyatini sotasanmi sen? Pul bersangiz hatto xo'jagon qilib beraman deydi. Pul bersangiz o'qib beraman, salovat aytib beraman deydi. Bizni ham ayting to'yingizga o'qib beramiz, bu qilib beramiz deydi. Allohning oyati nima? Va shundan ham bolalar boshqa biznes qilingan ko'ra. Allohning oyati, shiori, dini bilan o'ynashmasligimiz kerak. Ilmimizga amal qilishimiz kerak. Amal qilsakkina keyin Alloh azza va jalla bizga oxiratda daraja beradi. Agar faqat dunyoyimizni ko'rsasak, shu dunyoyimizga Alloh taolo bizni botirib qo'yadi, chiqolmay qolamiz.